Keling, telefondagi ma'lumotlarni bir umrga o'chmaydigan qilib olamiz. iPhone'da ham, Androidda ham juda oson va bepul. Nimaga? Chunki mana har kuni ko'plab telefonlar keladi. Nech pul bo'lsa beramiz, faqat ichidagi ma'lumotni olsak bo'ldi deydi. Yoki qulflanib qolgan, kodi esda yo'q. Shunaqa holatga tushmasligingizdan oldin shuni sozlab olsak, ham oson, ham bepul bo'lsa, kelishib olaylik, obuna bo'lasiz, kommentariy va rahmat deyishga uyalmang. iPhone'da ham, Androidda ham Google Photos'da va Google Drive'da o'rnatasiz. 15 gigabaytdan joy beradi. iPhone'da ham, Windows'da ham, Androidda ham bemalol fayllarni ochsangiz bo'ladi. Samsungdan, Androiddan Google Drive'ga faylimni jo'natyapman. Juda oson. Akkauntingizni ham tanlayverasiz. Mana jo'natdim. iPhone degan yozuvda. Hozir bunda paydo bo'ladi va iPhone'da ham paydo bo'ladi. iPhone'dagi akkauntda. iPhone degan yozuv paydo bo'ldi. Hamma kontaktlarim ko'raveradi. Mana upload. iPhone'da Google Drive diskni ochyapman. Kontakt. Mana rasm jo'natma. Ya'ni iPhone, iOS, Android, Windows degan muammo yo'q, ko'raveradi. Hammasi skachat qilamiz kontaktni. Kontaktga qo'shamiz, paydo bo'ladi. Androiddagi kontaktimiz iPhone'ga bemalol ko'chdi va bir umr turaveradi shu yerda. Eng qizig'i 15 gigabaytdan nechta akkaunt ochib olsangiz, hammasi 10 ta ochsangiz 150 gigabayt bo'ladi. Bemalol deb ishlataveradi. Faqat bir oylik